Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari butun umrlari davomida ilm va hikmat yo'lida xizmat qildilar. O'zlarining ma'ruzalari, nasihatlari, suhbatlari orqali minglab insonlarga nur ulashdilar. U kishining izidan yurish, ilm o'rganish va boshqalarga yetkazish har birimiz uchun sharafdir. Biz bilamizki, Hazrat juda ko'p joylarga tashrif buyurganlar va ko'plab insonlar bilan muloqot qilganlar. Bu qimmatli daqiqalar, hikmatli so'zlar tarix sahifalarida qolishi lozim. Hurmatli yurtdoshlar, agar sizning arxivlaringizda Shayx hazratlarining turli joylardagi ma'ruzalari, suhbatlari yoki uchrashuvlariga oid video yozuvlar mavjud bo'lsa, biz bilan bo'lishishingizni so'raymiz. Sizdan kelgan har bir video biz uchun bebaho xazinadir. Bu orqali biz Hazratning ilmiy merosini saqlab qolish, keng ommaga taqdim etish va kelajak avlodga yetkazish imkoniga ega bo'lamiz. Ilmni targ'ib qilish, haqiqat so'zini tarqatish barchamizning vazifamiz. Sizning hissangiz, sizning e'tiboringiz bu yo'lda katta qadriyat, katta xizmat bo'ladi.